Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, YouTube ishqibozlari, bizlarni podpishchilarimiz, yangi ko'rayotgan obunachilarimiz, assalomu alaykum hammalaringizga. Bizlarni Telegram kanalimizni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. O'sha Telegram kanalimiz o'sha Kitana 1xbet kanali. Bu kanal silkasini kommentariyani birinchi bo'limida va video opisaniyasiga qo'yaman, albatta YouTube blok qilib yormasa. Albatta Telegram kanaliga o'tib ko'ringlar. Maqtanish emas, endi ekspress bo'yicha hamma ham xato qiladi. Hech kim ham daho emas. Qo'ldan kelgancha stavkalarni tekin berib boryapmiz, rozыгрышlarni qilib boryapmiz. Hurmatli do'stlar, bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Endi 1xbetda men o'zim to'g'risi ko'p o'yinlarni guvohi bo'lganman-da, lekin bunaqangi o'yinlarni guvohi bo'lmaganman to'g'risi. Bugun yomon minus bo'lib ketdi-da, mana bizlarni eshitib turgan, ko'rib turgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta minus bo'lib ketdi-da. Qaranglar. 8 koeffitsiyentda ham bitta parajina bordi. Men Al Ittihod bilan Al Hilal o'rtasidagi uchrashuvdi va 16 koeffitsiyentda ham bitta bordi. Mana qaranglar, Portu jamoasida u bizabut netdi. 23 koeffitsiyentda bo'ladigan bo'lsa, hammasi parajina bo'lyapti o'rtoqlar. Xo'p, mayli, o'tgan narsa o'tib ketdi, qaytara olmaymiz, foydasi yo'q buni, qaytara olmaymiz. Xullas, men bir ikkita funksiyalar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Sizlar uchun foydali. Agar biladiganlar bo'lsa, bildim deb yozib ketinglar. Bilaman men buni deb. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, rahmat aka deb yozib ketsangizlar bo'ladi. Prosta bu video kontent foydali bo'lsa yaxshi bo'ladi-da. Bir narsani aytib o'taman, mana bu dubl masalasiga keladigan bo'lsa, haligi bitta akamiz dubl masalasida gruppamizda salgina janjal chiqardilar. Men bu narsani YouTube'ga olib chiqmagandim, o'sha uchun men shu sistemani olib chiqaman. Qaranglar. Mana bu dubl ha bilan yo'q boru, mana shu. Bu qanaqa vaqtda o'tadi degan savolga, masalan, bitta yo Fulham jamoasidan yo Newcastle jamoasidan bitta odam ikkita gol ursa, ya'ni bu dubl bo'ladi. Bilasizlar, 3 ta hat-trick, 4 ta poker bo'lib ketadi. Buni futbol ishqibozlariga o'rgatish shart emas. Endi qaranglar, Newcastle jamoasida Ronaldo bor deb hisoblanglar-da, Fulham jamoasida Messi bor deb hisoblanglar. Qaranglar, Newcastle jamoasi 15-daqiqada bitta gol urdi. U gol muallifi Cristiano Ronaldo bo'ldi deylik, to'g'rimi? Cristiano Ronaldo 15-daqiqada gol urdi va 70-daqiqada Newcastle jamoasidagi Cristiano Ronaldo ikkinchi golini urdi. Ya'ni gol hisoblandi hammasi. Endi Newcastle jamoasidagi Ronaldo bor-u, ikkita gol urdi-yu, to'g'rimi? Bu dublga yotib turibdi. Ya'ni dublingiz o'tdi sizni. Agarda Newcastle jamoasida yana bitta gol bo'lib ketadigan bo'lsa, ya'ni Cristiano Ronaldo 3 ta gol uradigan bo'lsa, bu hat-trickka aylanib ketadi o'rtoqlar. Men bu dubl o'tmaydi. Shuni inobatga olinglar. Bu dubl degani dubl bo'lib o'yin tugashi kerak. Tushuntira oldimmi? O'yin tugashi kerak dubl bo'lib. Agar dubl bo'lib mana shu dubl egasi yana bitta gol urib yorsa, bu hat-trickka aylanib ketadi. Ya'ni bu mana bu dubl kuyib ketadi-da, mana bu ikkita gol urgandan keyin kuyib ketadi. Bu mana shu hat-trick o'tib ketadi, hurmatli do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Tushuntira oldimmi, jigarlar? Ikkita gol urib tugashi kerak, qarochi. Bitta jamoada, ikkita jamoada bitta o'yinchi dubl qo'yadigan bo'lsa, o'sha dublda tugashi kerak. Hat-trickka yoki pokerga aylanib ketmaslik kerak. Agar hat-trick olgan bo'lsangiz, hat-trick bilan tugashi kerak o'yin. Pokerga o'tib ketdi, hat-trick ham kuyadi, boshqasi ham kuyadi. Bu dubllar futbolda juda ham kam, 3% ni tashkil qiladi. Xo'p, bugun o'yinlarni nima qilamiz o'rtoqlar? Newcastle jamoasi bilan Fulham jamoasi, mana bu 1xbetning hiylasi, to'g'risini aytaman. Bu hiyla bu. Aniq hiyla. Fulham jamoasini juda ham bir mensimasdan berib qo'yibdi mana shu koeffitsiyentni. Agarda o'tgan turgi o'yinlarga qaraydigan bo'lsangiz, Newcastle jamoasi endi Benfica bilan UEFA Chempionlar Ligasida o'ynadi. Brighton jamoasiga 2-1 parajina bor, Nottingham Forestni 2-0 ga yutgan.
Endi Fulham jamoasida bitta Parajini, ikkita Parajini, 3ta Parajini bor-da. Cambridge United u Angliya adashmasam nimasida Angliya kubogida bo'lsa kerak va Brentford jamoasini 21-sentyabr kuni g'alaba qozongan. Qaranglar, уже poдряд 3ta parajini yutqazish. Newcastle ham zo'r emas. Newcastle shu oxirgi turda Brighton jamoasiga yutqazdi va Nottingham Forest jamoasini ustidan g'alaba qozondi va mana bu Union Saint-Gilloise bu albatta boshqa narsa. UEFA Chempionlar Ligasi saralashida bo'lsa kerak, Arsenalga yutqazdi. Ko'rdingizlarmi? Mening fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim, mana shu o'yinga obezabet olamiz. Fulham bilan Newcastle jamoasiga. Endi bu o'zimning shaxsiy nimamda shaxsiy o'zimni. Sunderland bilan Chelsea o'yini kerak emas. Manchester United bilan Brighton o'rtasidagi uchrashuvga qaranglar. Manchester United o'tgan turda Liverpool jamoasini oxirgi daqiqalarda adashmasam yutib ketgandi. Brighton jamoasi o'sha Newcastle jamoasini yutgandi 2-1 ga ko'rgan bo'lsangizlar. Xo'p, Brighton jamoasiga o'rtoqlar bir bo'lshi qilib o'tirmaymiz. Bir time yutadi deymiz Brightonni. Manchester ham unaqa emas. Bir time g'alaba Brightonda. Liverpool bilan Brentford o'rtasidagi jang. Brentfordga keladigan bo'lsa, West Hamni 2-0 ga yutadi, ko'rgan bo'lsangizlar. City ga yutqazdi, Manchester Unitedni ham yutdi kerak bo'lsa. Xullas bir yutib, bir yutqizib yuribdi. Liverpool jamoasiga keladigan bo'lsa, Manchesterga bitta yutqazdi, Chelseaga bitta yutqazdi, Crystal Palace'ga. Endi Crystal Palace adashmasam bu kubok bo'lsa kerak. Yo'q, boshqa bormi-ki? Kubok bo'lsa kerak bitta. Haligi nima deydi? Extra time yo penaltilar seriyasidami? Xullas shunaqada yutqazib qo'ydi-yu. Liverpool jamoasi bugun yutsa kerak deb o'ylab turibman, lekin hamma Liverpool jamoasiga nima qiladi? Stavka qiladi. Yutqazib yuribdi, bugun nima qilib tashiydi, yutib tashiydi deb. Bizlar ham stavka qilamiz, yutib tashiydi deb unda. Liverpoolga pobeda. Tak, Germaniyaga o'tib ketdik. Zo'r o'yinlar bor. Inter bilan Napoli o'rtasidagi uchrashuv bor. Xullas, Angliya Premyer Ligasida mana shu 3ta o'yin yetadi bizga, hurmatli do'stlar. Men shuni skrinshot qilib qo'yaman. Agar yo'qsa, stavka qilinglar. Katta summada stavka qilmanglar-da. Kamroq summada stavka qilinglar. 1 million tortadi shunga. 1 million stavka qilamiz o'rtoqlar. 1 million so'm tortadi shu o'yinga mana. Normalniy koeffitsient chiqdi, bo'ladi shu. Bizlarning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, hurmatli do'stlar. Men ham sizga o'xshagan insonman. Men ham xato qilaman, sizlar ham xato qilasizlar. Inson shunaqa xatolikda, insonda hamma narsada. O'shanga endi hammamiz ham daho emasmiz, o'shaning uchun. Mana bu yana bitta narsada, mana bu narsalarga ishonmanglar, mana bu narsaga. 1.4, 1.6 degan koeffitsiyentlarga ishonmanglar. Va 1.86 bo'ladi normallikda, lekin 1.4 lar bo'ladi-yu, mana Bavariya 1.27. Masalan, men bunda olib qaraydigan bo'lsa-da, baribir bitta komanda, masalan, любой zvezda komandalar ham yutqizadi-yu, to'g'rimi? Yutqizadi-da, zvezda komandalar. Baribir yutqizadi. Lekin mana shu vaqtni biz yutqazish qachon ekanligini bilmaymiz-da, o'rtoqlar, tushunasizlarmi? Xullas, hammaga omad, cho'ntaklaringizga daromad, stavkalarga omad, jigarlar. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Agar YouTubedan keladigan bo'lsangiz, sizga rozigirish bor. YouTube kanalidan keldim deb menga aytsangiz, obunachim bo'ling. Bizlar u stream qilib odamlarni aldab, haliginde nima deydi, nerealniy shotlar bilan games o'ynamaymiz. Bizlarning ishimiz faqat stavka. Yutaylik, yutqizaylik o'rtoqlar. Hammaga omad.